Hammamizga ma'lumki, ta'limni barcha shakllarida ta'lim mazmuni asosini davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablari tashkil etadi. Respublikamizda bugungi kunga qadar bolalar musiqa san'at maktablari hamda maktab internatlarini tasdiqlangan bunday hujjati mavjud bo'lmagani bois, ushbu hujjatni tasdiqlanishi tarixiy voqea bo'ldi. Davlat ta'lim talablari, ta'lim mazmuni, tuzilmasi, o'quv yuklamasi, ta'lim shakllari, shart-sharoitlari, ta'lim oluvchining ijtimoiy, shaxsiy, intellektual, ilmiy va kasbiy sifatlariga qo'yiladigan minimal majburiy talablardir. Mazkur hujjatni yaratish uchun Madaniyat ta'lim markazining tegishli buyrug'i bilan 7 soha mutaxassislaridan iborat 12 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha ishchi guruh tuzildi. Ushbu ishchi guruh 9 oy davomida bolalar musiqa san'at maktablarining 9 ta ta'lim yo'nalishi, 34 ta mutaxassislik, 300 ga yaqin mutaxassislik o'quv fanlari bo'yicha hamda ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablarining 8 ta yo'nalish, 28 ta kasb va mutaxassislik, 297 ga yaqin mutaxassislik fanlari bo'yicha o'quvchilarga qo'yiladigan malaka talablarini ishlab chiqdilar. Davlat ta'lim talablari O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda uni amaliyotga joriy etish tartibi to'g'risidagi 157-soliq qarori asosida ishlab chiqildi. Mazkur talablardan ko'zlangan maqsad ta'lim mazmuni, sifati va ta'lim oluvchining tayyorgarlik darajasi, kasbiy kompetensiyasi, o'zlashtirish natijalari hamda baholash natijalariga qo'yiladigan me'yoriy talablarni belgilashdan iborat. Davlat ta'lim talablari ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish, baholash, sifat monitoringlarini amalga oshirish asosiy normativ me'yoriy hujjat hisoblanadi. Ushbu hujjat jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlaridan kelib chiqib, kelajakda yana yangilanib borishi mumkin. Davlat ta'lim talablarida bitiruvchilarning kompetensiya darajasiga qo'yiladigan minimal talablar, o'quv dasturini tuzilishiga qo'yilgan minimal talablar, o'quv rejasiga qo'yilgan talablar, baholash va nazorat shakllariga qo'yilgan minimal talablar belgilab o'tilgan. Fan dasturlarining nazariy va amaliy mashg'ulotlarini to'liq o'zlashtirilgan hamda yakuniy davlat attestatsiyasidan o'tgan bitiruvchilar davlat namunasidagi guvohnoma, bolalar musiqa san'at maktablari uchun ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktabi bitiruvchilariga esa 3-darajali diplom beriladi. Davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish to'g'risidagi nizomga muvofiq 8 bobda ishlab chiqilgan. Unda huquqiy me'yoriy yo'nalishlar bilan birga musiqa va san'at yo'nalishining mutaxassislik fanlari kesimida o'quvchilarga qo'yiladigan malaka talablari uzviyligi va uzluksizligi ta'minlangan holda belgilab o'tilgan. Tayyorlangan ushbu davlat ta'lim talablari Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi bilan kelishgan holda ta'lim to'g'risidagi qonunning 26-moddasiga muvofiq ta'lim sohasidagi vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat organi hisoblangan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining 2026-yil 6-yanvardagi 3-son buyrug'i bilan amaliyotga joriy etilgan.